$26,800 ko'rib turgan mashinalarni beraveramiz. Adashmadingiz, $26,800 Dongfeng 008 mashinasini e'longa olib kelib qo'yganmiz. Mashinamiz kraskalari top-toza. Yillari 2024-yil salon holatlarini ko'ryapsizmi? Okay, bu mashinamizni ma'lumot o'rnida o'tib ketaman. Yengisi $31,000 gacha sotilyapti. Hozir oldingizga ikki xil tanlov qo'yib qo'ysam, menimcha hozir mana shu mashinani tanlab olsangiz kerak. Leapmotor C16 mashinasi yoki-da Dongfeng 008. Narxi lekin yer bilan osmonchalik. Bunaqa narxga hech qayerda bermaydi sizga bunaqa mashinani. Okay, kerakli hamma programmalargacha yozdirib qo'yilgan, polniy salon laminatsiyalar qildirib qo'yilgan. Okay, monitorlargacha bor, orqalar razdelniy, kapitanskiy sidenali, okay, Dongfeng 008 mashinasi. Ana endi tashqi ko'rinishni ham ko'ramiz sizlar bilan. Okay, mashinamiz olib haydashinglar uchun tayyor. Bu Dore stylingi, ranglari qora svetda, kraskalari top-toza, 2024-yil, 20,000 probeg. Okay, mashinamiz rostagasini olib haydashingiz uchun tayyor. Bunaqa narxda rostagasini topish juda ham qiyin. Xohlagan tanish bilishlaringizdan qiziqib ko'ring, bizga obuna bo'lib qo'ying. Arzon narxlarda mashinalar chiqsa o'tkazib olmasligingiz uchun obuna bo'lib qo'yishim esdan chiqmasin. Okay, mashinamiz inshaalloh mashina uyaltirib qo'ymaydi. Mana shu pultlar yomon yoqadi, okay? Spinner. Zerkaningizda o'ynab o'tirsangiz ham bo'ladi. Bittadan aybi bor. Nima desangiz, bagajda miyatina chiqarilgan. Mana shu menimcha qo'limchalik ham emas. Bemalol kelib ko'rsangiz bo'ladi. Okay, orqa dizaynlarni bitta ko'rasizmi deyman. Okay? Bitta ko'ring, mana qarang. Orqa holatlarini Dongfeng 008 bagajlarigacha elektronik, 360 kamera, hamma navrotlari bor. Kelib, haydab ko'rgan odam bitta barakasini ko'radi. Yoqqan bo'lsa, bitta like va qizartirib qo'yishingiz chiqmasin. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.